Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib, Allohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak. Shu niyatlik qilish, yomon narsalarni o'ylash, u bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin deyish insonning ruhiyatini tushiradi, o'zini demak dadilligini yo'qotadi, hadiksiraydigan, har qadamida yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi. Unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib, Allohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak. Shu niyatlik qilish, yomon narsalarni o'ylash, u bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin deyish insonning ruhiyatini tushiradi, o'zini demak dadilligini yo'qotadi, hadiksiraydigan, har qadamida yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi. Unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib, Allohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak. Shu niyatlik qilish, yomon narsalarni o'ylash, u bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin deyish insonning ruhiyatini tushiradi, o'zini demak dadilligini yo'qotadi, hadiksiraydigan,